Bu farani ko'rinishni men mingtadan taniyman. Manimcha sizlar ham tanasanglar kerak. Bugun sotuvimizda прекрасный Lexus NX 200T 2015-yil probeg endi 120 ming kilometr bo'ldi. Texnический bo'yicha полный ходовой, filtrlar, hamma narsa topливный sistemagacha almashtirilgan, faqat 4 amortizator telmagan. Aytgancha ходовой ham bu avtomobilda adaptivniy, bu degani rejim tanlaganingizda жесткостini o'zgartirilsa bo'ladi. Avtomobil полный full komplektatsiyada 360 kamera, полоса датчик слепой зоны, дистроник, даже off-road, легкий off-road uchun блокировка дифференциала imitatsiyasi ham bor. Дух экстаза, soatini qaranglar, 4-zonный klimat-kontrol, подогрев, обдув сидений, заводской мультимедиа система Mark Levinson, помощь при парковке. Xullas, hamma rejim безопасности bu avtomobilda bor. Konditsioner вообще невероятный darajada muzlatyapti. Беспроводная зарядка, head-up display, salonni dizayniga qaranglar. Kombinatsiya qizil bilan qora, вообще сказка, haqiqatan multirul. Xullas, bu avtomobil olasizlar, haydaysizlar. Faqat ozginadan keyin 4 amortizator almashtirsanglar, qolgani hamma ishlar qilingan. Люк на крыше, даже доводчик дверей ham bor. Бесключевой доступ, адаптивный LED optika, elektropривод багажника. Xullas, avtomobil сказка. Narxiga keladigan bo'lsa, 23500 ga mazza qilib naqd sanab haydab yurishinglar mumkin.